Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa, Qurultay İcraiya Komitetinin rəisi və Uyghur Kişilik Hüquq Komitetinin direktori Ömer Qanat, Qurultayning sobiq qonun maslahatchisi va Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkal va navbatda Amerikada ziyorat bo'layotgan Kanada parlamentining hokimiyat beshidagi liberallar partiyasidan bo'lgan Avam palata a'zolaridan Samir Zubayri, Kanada parlamentining konservativlar partiyasidan bo'lgan a'zosi Arnold Versin va parlamentning Quebec gruppasidan bo'lgan a'zosi Andrin Larush xonim, Dünya Uyghur Qurultayı Qanun Komitetining mudiri, Kanada Uyghur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xti, Qurultay Kişilik Hüquq Komitetining mudiri Kevser Kamillardan tarkib topgan hay'at 20 iyul kuni Amerika Davlat Majlisida Amerikaning Osiyo va Pasifik rayoniga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Daniel Kritenbrink, Amerika Davlat Majlisining sobiq raisi Nancy Pelosi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir qism yuqori darajalik arboblar bilan ko'rishib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyat haqida suhbatlashish imkoniyatiga erishdi. Mazkur hay'at shu kuni yana Davlat Majlisida Tashqi ishlar ministrligi, Ichki ishlar ministrligi va Davlat Majlisining har qaysi komitetlarining tadqiqotchi xodimlari bilan ishki suhbat yig'ini o'tkazib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarni qanday to'sib qilish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgakka qarshi xalqaro jamoatchilikni qanday safarbarlikka keltirish, 10 ming Uyg'urni Kanadaga yo'tkab kelish haqida qaror qabul qilgan Kanada parlamentini ulgilib, Amerika Davlat Majlisidami buningga o'xshagan bir qaror ma'qullanish uchun qanday qadamlarni besish qatorliq masalalar haqida tafsiliy muzokara olib bordi. Uningdan bir kun burunmi Dolqin Aysa va Ömer Qanat apandilar Kanadadan kelgan Samir Zubayri boshchiligidagi aziz mehmonlar bilan birlikda Amerika Davlat Majlisini ziyorat qilib, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar komitetining raisini o'z ichiga olgan parlament a'zolari bilan ko'rishib, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar komitetining hozirga qadar Uyg'ur masalasi ko'rsatib kelgan g'amxo'rligiga alohida minnatdorlik bildirgan edi. Amerikada bir qator muhim uchrashuv va faoliyatlarda bo'lish uchun 16 iyul kuni kechda Washingtonga yetib kelgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim 18 iyul kuni Qurultay Ijroiya Komitetining raisi va Uyg'ur Kişilik Hüquq Komitetining direktori Ömer Qanat, Qurultayning oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining raisi Dr. Rishad Abboslarning hamrohligida New Yorkda chaqirilgan asr millatlar alohida yig'iniga qatnashib, har qaysi ellardan kelgan yuqori darajalik arboblarga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishgan va New Yorkda yana Amerika, Angliya, Germaniya qatorliq bir qism g'arb davlatlarining BDTda doimiy turishliq bosh elchilari bilan ayrim holda ko'rish olib borgan. Yana shundaqli bosh shtabi New Yorkdagi Elie Wiesel Insoniyat fondi jamiyatining markazini ziyorat qilib, Elie Wiesel Insoniyat fondi jamiyatining raisi Elisha Wiesel bilan ko'rishib suhbat olib borgan edi. Dolqin Aysa apandimning bu qitimqi Amerika ziyaratining asosli maqsadi Amerika Davlat Majlisi va hukumatining bu yil 10 oyning 30 kunidan 31 kunigacha Dünya Uyghur Qurultayı, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati va xalqaro parlamentarlar birligi AIPACning o'rtaq sohibxonligida Tokioda o'tkazilgan Uyg'urlar masalasi bo'yicha xalqaro parlamentarlar munbir yig'iniga bo'lgan bevosita qo'llashni qo'lga keltirish va 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining 2-yilligi munosabati bilan Qurultay tarafidan 2023 yil 9 dekabr kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishni asos tema qilgan zo'r ko'lamdagi xalqaro muhokama yig'ini uchun siyosiy va moddiy jihatdan qo'llashni qo'lga keltirishdan iborat. 7 ayning 20 kuni Amerika Davlat Majlisi Amerika Xitoy raqobati alohida komiteti Biden hukumatining Xitoy strategiyasi degan temada isbot anglash yig'ini o'tkazdi. Amerika Davlat Majlisi a'zosi, Amerika Xitoy raqobati alohida komitetining raisi Mike Gallagher yig'inning ochilish nutqida Biden hukumatining oldingi navbatlik hukumatning yo'liga varislik qilib, Xitoy qaratgan jazo va cheklash xarakterlik siyosatlarini davomlashtirganligini va belgilik muvaffaqiyatlarga erishganligini muayyanlashtirdi. Buning ichida Biden hukumatining Xitoy mollaridan oldigan tamojna bejini davomli yo'l qo'yishi, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoyning Uyg'urlarga olib borgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish qatorliqlar bor ekan. Mike Gallagher yana Biden hukumatining o'tgan yili 10 oydan boshlab Amerikaning yuqori texnik shirkatlarining Xitoyga mal eksport qilishiga cheklama qo'yganligi, Xitoyning janubiy dengizdagi tehdidiga qarshi Hindiyani shokkan davlatlar bilan ittifoq qurganligi qatorliq natijalarni tilga olish bilan birga Xitoyga qattiq besim qilish va cheklash jihatida ba'zi yetarsiz saqlanganligini ko'rsatib o'tdi. Bu yetersizliklar ichida Biden hukumatining Huawei shirkatini butunlay cheklamaganligi,
Mühim sohalarda kapitalning sirtqa eqib ketishini to'sib qololmaganligi, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib borgan Xitoy amaldorlarining javobgarligini surishtirmaganligi, Amerika Davlat Majlisidan o'tgan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunidagi Xitoyni jazolashga oid moddalarni ijro qilishni rad qilganligi, Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Wendy Shermanning lobbichilik qilib, Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunini ojizlashtirishga uringanligi qatorliqlar bor ekan. Mike Gallagher mundaq dedi: Biz necha yil bexudlik qilib, Xitoydek bundaq cho'ng davlatni bo'lishi qo'yib berdik. Shun uni baroqli cheklash qiyin ham murakkab. Buning uchun siz byurokratlik bilan kurash qilishingiz, Wall Street ko'chasidagilar bilan kurash qilishingiz, shirkat korxonalarining xo'jayinlari bilan kurash qilishingiz, Xitoyning bizning mudofaa sifimizga buzg'unchilik qilishiga taqobil turishingiz kerak. Men bu isbot anglash yig'inida qiyin savollar va kishiga ilhom beradigan javoblarni anglashni umid qilaman. Ammo men shuningga cho'nqir ishonamanki, biz hammamiz Amerikalik. Biz yaxshi insonlar. Bu raqobatda cho'qim utib chiqamiz. Amerika Davlat Majlisi a'zosi, Amerika Xitoy raqobati alayda komiteti a'zosi Raja Krishnamurti bu yig'inda qilgan so'zida Amerikada ilib berilgan raysinashda 6% Amerikalikning Xitoyni sherik, 52% Amerikalikning Xitoyni raqobatchi deb qaraydiganligini, 71% Amerikalikning kelgusi 5 yilda Amerika bilan Xitoy o'tirsida to'qinish, jang bo'ladi deb qaraydiganligini ko'rsatib o'tgandan keyin Amerikaning hozir Xitoy bilan bo'ldigan raqobatni qandoq davomlashtirish, to'qinish va jangdan qandoq saqlanish masalasiga duch kelayotganligini, raqobatdan voz kechsa Xitoyga yo'l qo'yishga, voz kechmasa Xitoy bilan so'qishga to'g'ri keladiganligini, har ikki ahvolda Xitoyning tahdidiga uchraydiganligini, bu ahvolda mazkur komitetning barliq diqqat nuqtasini bu raqobatda Xitoyni yengib chiqishga markazlashtiradiganligini ta'kidladi. U yana Xitoyning Amerika shirkatlaridan foydalanishiga cheklim qo'yib, Amerikaning manfaatini qo'g'dashga tirishayotganligini bildirish bilan birga, Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan qabih jinoyatlarini hamda Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining ta'minlash zanjiriga ko'rsatayotgan ta'sirini tekshirayotganligini aytdi. U Amerikaning Xitoy siyosatidagi tub prinsipini izohlab mundaq dedi: Biz so'g'uq munosabatlar urushi yoki to'psanbirak urushni xohlamaymiz. Xitoy bilan oshkora to'qinishni xohlamaymiz. Ammo biz Xitoyning davomli ig'vogarchilik qilishiga qarab tura olmaymiz. Xitoyning yillardan buyon davom qilayotgan bu qilmishlari, to'g'ri hujumi, harbiy ig'vogarchiligi va Amerika shirkatlaridan foydalanib iqtisodimizga ziyon silish qatorliq uch jihat ifodalanyotidi. Biz buningga qat'iy qarshi turamiz. Amerikaliklar raqobatdan qo'rqmaydi. Ammo jang qilishni xohlamaydi. Amerika tashqi ishlar ministrining Sharq Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchisi Daniel Crittenbrink isbot berib mundaq dedi: Biz Xitoyning xirisiga taqobil turayotgan diplomatlarimizga shuni deb kelyapmiz. Biz Xitoy bilan Hind Tinch okean rayonida emas, butun dunyoda raqobatlashyapmiz. Chunki Xitoy hozir iqtisod, diplomatiya, harbiy va texnik jihatda bizga tarixda ko'rilmagan shaklda besim qilyapti. Bizning maqsadimiz Xitoyni o'zgartish emas, balki mazmun bittirib turadigan strategik muhit yaratib, Amerika va uning ittifoqdoshlariga foydali bo'lgan kuch tamponni hosil qilish. Amerika Davlat Mudofaa ministrining Hind Tinch okean xavfsizlik ishlariga mas'ul yordamchisi Eli Ratner isbot berib, Xitoyning haqiqatan yangi dunyo tartibi o'rnatishga kuchayotgan ham shundoq kuchni hozirlayotgan birdan-bir davlat ekanligini, bu urinishlarning Amerikaning tub manfaatiga ziyonli ekanligini bildirdi. U yana Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi tahdidiga taqobil turish uchun Amerikaning Avstraliya, Yaponiya, Hindiston va Tinch okean davlatlari bilan zich hamkorlik o'rnatganligini, Tayvanni qo'g'dashga alohida tayyorlik ko'rayotganligini bayon qildi. Amerika Savdo ministrining eksport ishlariga mas'ul yordamchisi Dia Rozman Kendler bu yig'inda bergan isbotida Xitoyning muhim texnikalarga erishilib, o'z armiyasini zamonaviylashtirganligi va kishilik huquq dafsanchiligini kuchaytganligini, Amerika Savdo ministrligining muhim vazifasining yuqori texnikalik mahsulotlarni Xitoyga eksport qilishini cheklash hamda Amerikaning ilg'or texnikalik kuchi bilan davlat xavfsizligi va diplomatiyada yetakchi o'rinda turishiga kafolatlik qilish ekanligini bildirdi. U Amerika Savdo ministrligining o'tgan yildagi ishlarini misol qilib, Xitoyning harbiy sanoatiga yordam beradigan taqlidiy aql, yerim etkizgich va darajadan tashqari kompyuterlik hisoblash texnikasini Xitoyga eksport qilishni butunlay cheklaganligini aytdi. Isbot anglash yig'inining keyingi qismida isbot beruvchilar Amerika Davlat Majlisi Amerika-Xitoy raqobati alayda komiteti a'zolarining savollariga javob berdi. Komitet a'zolari Bayden hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatlarining utuq va kamchiliklariga baho berdi. Tanqidiy fikrlarini o'ttirib qo'ydi. Shundaqla Xitoyning dunyoviy tahdidi, kishilik huquq dafsanchiligi, jumladan Uyg'urlarga davomli yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish masalalarini muhokama qildi.
Xitoy hukumati Sharq Turkistonga munosabatlik tashviqot harakatlarining bir parchasi sifatida hukumat qarmog'idagi Xinjiang muqam ansamblini Indoneziyaga avatib o'yin qo'yg'izgan. Xitoy xabarlari torining xabariga qaraganda, Xinjiang muqam ansambli tunji maydon ichilish o'yinini Indoneziyaning poytaxti Jakartadagi İsmail Mazuki san'at markazida qo'ygan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning Indoneziyada turishliq bosh elchisi Lukang o'yinning ichilish marosimida qilgan so'zida Xinjiangdagi 13 milliondan ortiq musulmon xalqi Xitoydagi har millat xalqi bilan birlikda davlatning taraqqiyoti ilib kelgan xushallik va ilgirlashlardan bahramon bo'lyotidi deb bildirgan. U yana bu o'yinning islom kalendari bo'yicha yangi yilga to'g'ri kelganligini tilga ilib, o'zining musulmonlarga yangi yillik salom yo'llaydiganligini bildirgan. Indoneziya dunyo bo'yicha musulmonlar nufusi eng ko'p davlat bo'lib, Indoneziyadagi ommaviy tashkilotlar ilgari Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan bostirish qilmishlariga qarshi ko'p qatim norozilik namoyishlarida bo'lgan edi. Biroq Xitoy hukumati uzun o'tmayla Indoneziyadagi eng nufuzli musulmon tashkilotlaridan Nahdlatul Ulama va Muhammadiya mazhabining diniy rahbarlarini tashkillab, Xitoyni sayohat qildirgandan keyin ular Uyg'urlar masalasidagi maydonni o'zgartib olgan edi. Xitoyning bu navbat atalmish Xinjiang muqam ansamblini Indoneziyaning joy-joylarida o'yin qo'yishga avatishi kuzatuvchilar tarafidan Xitoy hukumatining Indoneziyadagi musulmonlar ommasi qartayotgan ming yuvish harakatining bir parchasi deb qaralmoqda. Amerikaning bir turkum mablag' silish shirkatlari Amerika davlat majlisi tarafidan tekshirishga ilingan. Wall Street jurnalining 20-iyuldagi xabaridan qaraganda, davlat majlisi qarmog'idagi Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti yaqinda Amerikaning GGV Capital, GSR Ventures, Walden International va Qualcomm Ventures qatorliq shirkatlarning yerim o'tkazgich, sun'iy idrok va kvant texnikasi bilan shug'ullanadigan Xitoy shirkatlariga solgan mablag'larini tekshirishga olgan. Komitetning aytishicha, Amerika mablag' solgan bu Xitoy shirkatlari Amerikaning davlat bexatarligi tehdid solayotgan va kishilik huquq dafsanchiligiga chetilgan shirkatlar ekan. Amerika shirkatlarining ularga mablag' silishi deganlik Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini, Xitoyning harbiy jihatdan zamonaviylashishini va uning Amerikaning texnik jihatga ustunligini tortib olish tirishchanligini qo'llaganlik hisoblanadi ekan. Wall Street jurnalining deyishicha, bu komitet navbatda Amerika shirkatlarining Xitoyning o'z maqsadlarini ishga oshirishda o'ynayotgan rolini tekshirish xizmatini kuchaytgan bo'lib, bu o'z navbatida Amerika hukumati va davlat majlisining Xitoy haqidagi ko'z qarashida ko'rilayotgan o'zgarishni namoyon qildi ekan. Hozir yana Amerika Kengash palatasi Amerikaning mudofaa siyosati qonun loyihasiga tuzatish kirgizishni muzokara qilayotgan bo'lib, uningda Amerikalik mablag' solg'uvchilarning Xitoy va boshqa dushman davlatlardagi ba'zi shirkatlarga solgan mablag'ini ma'lum qilish talab qilindi ekan. Bayden hukumati bo'lsa bir qism xalqliq sohalarga mablag' silishni tekshirish to'g'risida ma'muriy buyruq chiqarish uchun xizmat qilmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.